qaranglar, nima uchun 17,5 kilo gantelni olganimni hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Bir o'qituvchi ayol o'zlari ko'nmadilar. Oldimga 1,5 oy oldin kelganlarida tizzalarni operatsiya qilishga o'zi tayyorlashgan ekan. 1,5 oyda pashti 2 oy bo'lib qoldi, mana 16,5 kilo tashadilar. Tizzada og'riq qolmadi. Nimani evaziga? Jaydari tilda tushuntirib beraman. Prosta 17,5 kiloni olib tizzangiz ustiga qo'yib ko'ring. Mana shu nagruzkani ko'tarib yurgan tizza, undan tashqari o'zingiz yeysiz. Shu nagruzkani prostatdagi yechishlarda 1,5 oyda mana prosta tashlab yubordilar. Avtomatik og'riq yo'qoldimi? Undan tashqari tizzalarni o'zi kachat qilishni boshlagandan keyin bugungi kundagi yengil veslarni ko'tarib yurishga mishishning massa, ya'ni yordamchilarni stimulировать qilish boshlandi. Semizlik bizga faqat azob olib keladi, og'irlik olib keladi. O'shaning uchun semizlik qo'yga, chunki qo'y so'yiladi. Bizga kerak emas begona, ortiqcha ves olmanglar. Baxtli bo'linglar.